Assalomu alaykum hurmatli hamkasblar va metandoshlar. Bugungi manzilimiz Bekobod tumanida joylashgan Zafar Gazprom metan zapravkasi. Ushbu zapravkaga 4 oy oldin 0.5 kg dan 1 kg gacha bo'lgan kompressorlarimizni o'rnatib berganmiz. Ko'ramiz, tomosha qilamiz. Hozirgi kunda qanday ishlayapti? Yaxshimisiz? O'zingiz tanishtirsangiz, bu yerda kim bo'lib ishlaysiz aka? Bekobod tumanida Zafar Gazprom metan zapravkada главный injener bo'lib ishlayman. Kompressor 4 oy oldin sizga Sichuan kompressor berdik. Prezidenti 0.5 dan 1 kg gacha berishi 1200 kub beradi degan rostmikan? Rost. Hozir mana 1 kg gaz berganmiz. 1 kg gazda 1250 uryapti. Havo harorati pasog'ini hisobigami? 900 grammda 1200 uryapti. Mashinalar chiqishi qanday aka? Bu kompressor qo'yganingizdan keyin. Bizda oldin 3 ta kompressor bo'lgan, 500 dan 1.5 ming urgan. Aha. Hozir buni qo'ydik, o'zimizni bittani qo'yishdik. 1750 uryapti. Aha. Kisavoyimiz. 8 ta kolonkamiz bor. 8 ta kolonkamizda 5 minutda chiqadi-da. 8 ta kolonka ochsa 5 minutda o'zi chiqib ketadi, aylanadi keyingi mashinaga. Kompressorda qanday qulayliklar sezdingiz bu kompressorda? Elektr energiyadan foyda. Masalan, расход kam biz endi oldin kompressorni eskiroq bo'lgan, zapchasi bor, boshqa qilinadi. O'sha olib kelganimizdan beri hali klapan ochganimiz yo'q. 4 oy ichida remont talab qildimi, sizdan qilmadimi Yo'q, kompressor? faqat yog'ini almashtirdik. Kompressor tomonidan purjinkasi o'tirib qolgan, sinib ketgan narsalar bo'lmadimi? Holat bo'lgan yo'q hali. 4 oydan beri hali klapan ochmadingiz. Yo'q, bittasini ochdim o'zim uchun. O'zingiz uchun ichi qanaqa yasalgan tekshirib ko'rish uchun. Syomnik qilish uchun. Ha, syomnik qilish uchun. Klapanni alyumin shayba bo'lar ekan-ku ustada. O'sha alyumin shaybani ehtiyot qilmay chiqarish uchun, syomnik yasash uchun, rezba ko'rish uchun klapanda o'shaning uchun ochdim. Hatta kompressor tarafida ishlashidan muammo yo'q. Masalan, o'sha noyabr oyida ishga tushgan bo'lsak, yangi kompressorimiz. Hali klapan ochgan joyim yo'q. Inventorini qo'yib berdik. Inverter ham yaxshi ishlayapti. Inverter qalay ishlayapti? Reaktivni pas. Reaktiv pasmi? Reaktiv pasaydi. Tokdan yutyapsiz, dvigatel aylanishlari zo'r. Masalan, yanvar oyida ko'p ishlamaganimiz hisobiga tokda aniq hisobini chiqarmaydi. Chunki to'liq ishlamadik, boshqa qilmadik-da. 2 soat ishladik, 1 soat ishladik, o'shanaqa bo'ldi. Lekin qulaylik tug'dirdimi inventor? Kompressorni qo'yganimizdan keyin oldingidan расход kamaydi elektr energiyaniki. Inverter qo'ygandan keyin yanada kamayadi. Qulayliklar yaxshi ekan. Tabi zamonaviy kompressor yaxshi. Shu 1 kg gaz. Mana 1 kg gaz. Mana birinchi stupenlar, mana davleniyalar, mana temperaturalar. Hammasi me'yorida. Me'yorida. Hammasi. Hozir inventorni ko'ramiz. Mana biz qo'yib bergan inventor. Biz sizlar tushuntirib instruktaj berib ketganlaringda masalan nagruska, unaqa biz nagruska berishayotganimiz yo'q. Biz nagruska o'zini kodida, o'sha положенияsi masalan nagruska amperda hammasi o'shanda ishlayapti. Qulaylik yaratdimi inventor? Xursandmisiz inventor bilan kompressordan? Ha? Siz xursandmisiz? Zamonaviy narsa zamonaviy yaxshi-da.